Esingizda bo'lsa, mashqo'bilni sizlar uchun 7200 dollarga sotib oldim. Bu holatga olib kelguncha akalar o'zi bo'lmadi. Ustidagi ranglarni o'zgartirdik, diskalarni o'zgartirdik. Endi navbat saloniga sizlar bilan birgalikda mehr beramiz. Adan yagacha общий nech pul ketdi video davomida sizlarga aytib o'tamiz. Mehr ko'zda akalar, dilxiralik bo'lmasa, yuraklarni qizartirib qo'yasizlar. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Bu go'zalliklarga e'tibor bermasangiz bo'lmaydi. Sizni mashinangiz uchun shuncha mehnat qilyapmiz. Agarda sizni kobaltingiz bo'lsa, rangi oq bo'lsa, qora qilish kerak bo'lsa, polniy salon qilish kerak bo'lsa, diskalar mana shunaqasini taqish kerak bo'lsa, sizga qanchaga tushadi? Akalar, 9000 dollarga tushadi. Diskani haqiqiy dumalog'i, diska balonni o'zi 3000 dollar. Endi qarang, antiradarga e'tibor berasiz. Diska bilan birga bir kombinatsiya qilingan, даже salonlarigacha. Neoline bilasizlar, sizlarni cho'mchaginglar haqida qayg'uradi. Mana bitta ko'ring. Voy, perforatsiyali polniy mehr ko'zi yotibdi. Malibu'dagi barlargacha ham qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, haqiqatda mashinaga ardishi mehr beramiz akalar. Masalan, mana remellarigacha bitta xizmat beringlar deb. Bir xil bo'lgan. Endi bu orada sizlarga ma'lumot bermasam bo'lmaydi. 3000 dollarlik diskani taqdik to'g'rimi? Kattasidan. Endi uni taqqandan keyin hadoy qilmasak bo'lmasdi. Hadoylarni cho'tki qildik. Motorni ham qildik. Motor zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Endi Cobalt bilasizlar, akalar, legenda. Valvani moyni quyganmiz. Bu amerikanskiy brend bo'ladi. Bilasizlar, necha marta sizlarga Valvani haqida ma'lumot berdik. Даже qarindosh urug'larimizga ham shu Valvani moyni maslahat berdik. Даже o'zim mashinamda ham Valvani moy turibdi. Bu dunyoda birinchi patentlangan moy hisoblanadi. Amerikanskiy moy akalar. Endi ish jarayonini darsh ko'ramiz.